Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Hozir ro'yxatdan o'tgan obunachilarni savollarini o'qib chiqdik. Kurs avtori haqida savollar ko'proq bo'libdi. O'sha maqsadda prezentatsiya tayyor qilib kanalga tashlagan edik. Kurs avtori haqida. Kurs avtori o'zimman. Bu frameworklarni hammasini o'zim yasab chiqqanman. O'zim haqimda maqtashni yoki katta gaplar, katta va'dalar berishni yomon ko'raman. Men o'sha prezentatsiyada o'zim haqimda qisqacha yozilgan. Necha yildan beri marketing sohasidaman, nima loyihalar qilganman, qaysi joylarda o'qiganman, bakalavr qayerda bo'lgan, undan tashqari qaysi xalqaro kurslarni o'qiganman, o'shalar hammasi kurs qilingan sertifikatlari bilan. Qisqa qilib aytganda, bu sohaga endi kirgan yoki 1-2 yillik tajribasi bor mutaxassis emasman. 2019-yildan beri marketing sohasida ishlab faoliyat yuritib kelaman. Endi Data Driven mentorship dasturi haqida gaplashamiz. Bu Data Driven'da nima mavzular bo'ladi, nima instrumentlarni olasizlar va uni qanaqa loyihada realizatsiya qilasizlar. Bu ko'rib turgan Google Sheets faylinglar Data Driven mentorship dasturi uchun tayyorlangan asosiy original sheets. Xuddi shu papkadan bizani Data Driven mentorship dasturimizga kelgan o'quvchilarni hammaligisiga beriladi. Xuddi shu fayldan o'zingizlarga nusxa olasizlar, kopiya qilasizlar. Shu joydagi hamma instrumentlarni o'zingizlarning loyihangizga moslashtirib, ishlab davom ettirib ketasizlar. Data Driven nima deb qaraydigan bo'lsak, Data Driven bu ma'lumotlar bilan, aniq raqamlar bilan biznesga yechim berish. Biznesda o'sish nuqtalarini topish, emotsiya bilan emas, faqat raqamlar bilan xulosa qilish. Qisqa qilib aytganda, shunaqa deb tushuntirsak bo'ladi Data Driven. Endi mentorship nima desa, biz ustoz shogird formatini tanlaganmiz. Ya'ni kurs emas, amaliy instrument olinadi va o'shandan foydalaniladi. Bu yerda Data Drivenga kelgan har bitta o'quvchi notebook bilan, bloknot bilan konkret kelib ishlaydi. O'sha o'zini loyihasidagi raqamlarni olib keladi. Shu instrumentlardan foydalanib biznesiga yechimlarni, optimizatsiyalarni olib o'zi bilan ketadi. Data Driven mentorship dasturining maqsadi nima? Har bitta modul bo'yicha o'quvchi o'zini loyihasi uchun mustaqil ishlatadigan instrumentlar, checklistlar, scoring modellari va boshqaruv jadvallarini o'zlashtirishi va qo'llashi, o'rgatish. Bu kirish listimizda har bir hafta bo'yicha nima mavzular o'tiladi, u yoqda qanaqa vazifalar va bu qanaqa natija olib keladi bizga. O'shalar ko'rsatilgan. H1, H2, H3lar bu birinchi haftada o'tiladigan mavzular, ikkinchi haftada o'tiladigan mavzular, 3-hafta va 4-hafta. Data Driven mentorship dasturi 1 oy davom etadi. 4 hafta. Har haftasiga 2 tadan dars bo'ladi, jami 8 ta dars bo'ladi. Bu vazifa listida o'sha har bir haftasida qaysi mavzularni ko'ramiz, qaysi vazifalarni bajaramiz, o'shalar ko'rsatilgan va bundan biz nima yechim olamiz, nima natija olamiz, o'shalar ko'rsatilgan. Umumiy instrumentlarni o'qib beradigan, tanishtiradigan bo'lsam, birinchisi ICP scoring modeli. ICP scoring modeli nima desanglar, ICP Ideal Customer Profile. Biz uchun ideal mijozni, ideal segmentni scoring qilamiz. Scoring qilish degani, ya'ni aniq raqamlar bilan bizga eng mos keladigan segmentni aniqlaymiz degan. Mana natijada tanlangan ideal mijozli segmentini aniqlab olamiz deb natijasi yozilgan. Keyingisi pozitsiyalanish hisoboti va UTP ni scoring qilamiz. UTPimiz noyob savdo taklifi ham pozitsiyani ko'ramiz va o'sha pozitsiyamizdan kelib chiqib o'zimizni UTPimizni, noyob savdo taklifimizni yaratamiz. Natijada aniq pozitsiya va kuchli UTPga ega bo'lamiz. Keyingisi 90 kunlik marketing strategiya va action plan. Bu joyda bitta kvartalda qaysi marketing maqsadlarini yaxshilamoqchimiz va shu 90 kunni haftaga bo'lib 12 hafta davomida har haftasida nima ishlar qilamiz, shu erishmoqchi bo'lgan maqsadimizga, natijamizga erishish uchun qaysi vazifalarni bajarishimiz kerak, o'shalar ko'rsatilib o'tiladi. Keyingisi lead generator model. Bunda lead generator modeli va daromadda orqaga qarab hisoblashni o'rganamiz. Kanal bo'yicha qaysi lead kanallar bizga qanaqa daromad olib keladi, qanaqa natija olib keladi,
oldindan shu narsani ko'rib hisob-kitobini chiqaramiz. Kanallarning strategiyasi va prioritet. Kanallarning strategiyasi deganda qaysi kanal sotuv voronkasida bizaga nima rolni bajaradi va qaysi kanal biz uchun birinchi prioritetda. Ba'zi bir kanallar bizaga juda ham zo'r lead generatsiya qilib beradi, juda ham ko'p lead olib keladi, lekin uni CAC'si bitta mijoz narxi qimmat bo'lishi mumkin. Qaysi kanal bizaga prioritetda turishini, qaysi kanalga birinchi fokus qilishimiz kerak, qaysi kanalga ikkinchi darajali, qaysi kanal uchinchi darajali, o'shani bizaga ko'rsatib beradi. Voronka iqtisodiyoti break even limitli. Bu yoqda maksimum CAC necha bo'lishi kerak, maksimum CPL necha bo'lishi kerak, qancha bizaga trafik kerak, hammasini voronka bo'yicha hisoblaymiz. KPI mavzusi bu yoqda o'lchov tizimlari, qaysi o'lchov biz uchun norma bo'ladi, qaysi o'lchov normadan past, KPI larni ko'rib chiqamiz. Kanallarni tracking qilish, kunlik, haftalik kanallarni tracking qilish jadvali, bu yoqda plan fakt hisoboti yuradi. Plan fakt hisoboti qanaqa desanglar, biz ma'lum bir rejani qo'ydik oy boshida. Masalan, Instagramdan 500 ta lead olib berish kerak. U 500 tadan 300 tasi sifatli bo'lishi kerak. Shunaqa rejani qo'ydik. Endi u rejani har kunlik biz jarayonini ko'rib boramiz. Necha foiz oldindamiz, necha foiz orqadamiz, rejani bajarishimizga necha foiz qoldi. Plan fakt hisobotida buni hammasini ko'rib chiqamiz. Undan keyin rahbarlar uchun dashbord. Dashbord xulosasi, bilasizlar, rahbarlar asosiy 3 ta 4 ta raqamni so'raydi. O'sha rahbar ko'rib turadigan dashbordda asosiy raqamlarni unga tayyor qilib beramiz bu dashbord orqali. Yillik marketing byudjeti, yillik marketingga qancha pul sarflaymiz, bitta mijoz narxi necha puldan tushadi, xodimlar uchun qancha sarflaymiz, marketing bo'limining xodimlari va brend uchun yoki performans uchun qancha xarajat qilamiz. Bir yillik kartani, bir yillik marketing byudjetini tuzamiz. Undan keyin kanallar bo'yicha CAC va ROMI. CAC har bir kanal bo'yicha necha puldan bo'lyapti, ROMI return on marketing investment qancha bo'lyapti, o'shalarni ko'ramiz. Financial modelda marketingning moliya modelini ko'rib chiqamiz. Ranglar legendasi deganimiz ko'k rangli ko'k yozuvlarni ustiga ko'k yozuvlarga biz o'zimizni ma'lumotlarni kirgizib chiqishimiz kerak. Qo'lda kiritilgan ma'lumotlar deb yozib qo'yganmiz. Yashil fonda boshqa sheetsdan, masalan, bu sheetsdan mana yashil rangda turibdi. Bu sheetsdan deylik, bu sheetsga tortyapti. Mana ko'rsanglar, formula yozilgan. Bu formula bilan bu listga ma'lumotni tortib kelgan. O'sha narsa qora formulalarga, qora rangdagi yozuvlarga tegmaymiz. Bularga formulalar kiritilgan, qiymatlarni avtomatik hisoblaydi. Endi o'sha foydalanish tartiblari, listlar deb nomlangan listimizda har bitta o'zimizda bor kanalni kirgizib chiqamiz. Qaror qabul qiluvchi insonlarni statusini kirgizamiz, voronkani bosqichlarini kirgizamiz, frequency chastotani kirgizamiz va prioritetni kirgizamiz. O'zinglarni loyihalardan kelib chiqib kirgizsanglar, boshidan oxirigacha qolgan hamma sheetslarimizda, qolgan hamma listlarimizda xuddi o'sha ishlaydi. Kirishimizda nima qoldi? Bu birinchi haftaniki, ikkinchi hafta, uchinchi hafta, to'rtinchi haftaniki. Mana har bir haftani ishchi listini ko'radigan bo'lsak, bu ICP ni scoring qilish instrumenti loyiha nomiga Project Marketing agentligi sifatida olinyapti va segmenti, bozor turi, jamoa hajmi, oylik reklama byudjeti, asosiy og'riqlari, sotib olish triggeri, qaror qabul qiluvchi shaxs, hammasi mana shu ko'k rangli hammasi qo'lda o'zimizga kirgizadigan ma'lumotlar. Qolganini avtomatik hisoblaydi va bizaga eng kuchli, biza uchun eng kerakli segment qaysiligini ko'rsatadi va u segmentda asosiy og'rig'ini ko'rsatadi va qaror qabul qiluvchi shaxs kim bo'ladi. O'sha qaror qabul qiluvchini ko'rsatadi, umumiy o'rtacha balli hisoblab chiqarib beradi. Bu ma'lumotlarni qanaqa to'ldiramiz desanglar, har bitta qiyin bo'lgan sheetslarimizni har birining oldidan instruksiyasi bor. Mana instruksiyada qaysi ustunga
nima yozamiz, u ma'lumotni qayerdan olamiz, kimdan so'raymiz yoki qayerdan so'raymiz. Bu yoqda ball qo'yish va bu yoqda misol sifatida ko'rsatilgan. ICP KazDev'larini tuzuvchi savollar berilgan bu yoqda. Undan tashqari ball bilan nimaga asoslanib ball beramiz? 1 ballni qayerdan olamiz? 2 ball, 3 ball, 5 ball hammasi ko'rsatilgan. Bu ideal mijoz segmentni aniqlovchi scoring modeli. Undan keyin bizani positioning va USP builder, ya'ni bizaga UTP nima bo'ladi? Masalan, project marketing agentligi restoran kafe tarmog'i bilan ishlash kerak ekan. Restoran kafe tarmog'i xo'rik yo'nalishida eng kamida 5 ta filiali bor. Asosiy og'rig'i nima? Marketing samaradorligi noma'lum. Mijoz istagan natija marketing raqamlar orqali boshqariladigan tizimga o'tkazish xohlaydi. O'zimizni metodikamiz, ya'ni unikal metodikamizni data drivenga asoslangan audit, tayyor tracking jadvallari va haftalik boshqaruv hisoboti. Isbot nima deydigan bo'lsak, tayyor dashbord shablonlari, byudjet modeli, reja fakt hisoboti va real loyihalarda sinalgan chek-listlar. Bu tajribalarni yozsa ham bo'ladi, masalan, 10 yildan shu tajriba va 5000 dan ortiq mamnun mijozlar. Va bizga formula avtomatik hisoblab tayyorlab beradi. Undan kelib chiqib, bu yoqda kriteriyalar, ya'ni qanaqa kriteriy desanglar, deylik 4 ta UTPni test qilyapmiz. Aniqlik bo'yicha, o'ziga xoslik bo'yicha, qiymat bo'yicha, raqobatchilardan farq qiluvchi elementi bo'yicha va proof isbot bo'yicha scoring qilyapmiz, baholayapmiz va asosiy bizaga UTPni hisoblab ballda chiqarib beryapti. Zaxira UTPni chiqarib beryapti. Bu raqamlarni o'zi formula asosida avtomatik hisoblab beradi. Undan keyin marketing strategiyamizda 90 kunlik action plani bilan qaysi natijalarni yaxshilaymiz, maqsadlarimiz nima, uni KPI'lari, hozirgi holatimiz, 90 kunda erishmoqchi bo'lgan holatimiz, mas'ul odamlar, prioritet, asosiy kanallar, offerimiz, qanaqa risklarimiz bo'lishi mumkin va kommentariyalar. Bu kanallarni har bitta bizaga lead olib kelayotgan, bizaga mijoz olib kelayotgan kanalni kirgizib chiqamiz va u kanallarni scoring qilib beradi, ya'ni prioritetga ajratib beradi. Qaysi kanal birinchi o'rinda, qaysi kanal ikkinchi o'rinda, birinchi o'rinda Meta, keyin Google, keyin Telegram. Men masalan shu joyda Telegramnikini 5 qilsam, Telegram 1 ga chiqib qoldi. Ko'rgan bo'lsanglar, mana Telegram 1 da, Meta 2 da. Kanalni kattalashtirish osonmi degan kriteriyni qo'ydim. Ball 23 bo'ldi. Ball 23 bo'ldi. Masalan, 3 qildik. Telegram 3-o'ringa tushdi. Raqamlarni o'zgartirsak, bu yoqda xulosasini chiqarib beradi bizga. Bu lead generator modelimiz Meta, Google, SEO, Telegram, referalni qanaqa kanallar bo'lsa hammasini kirgizsak, har bir kanal bo'yicha byudjet, har bir kanal bo'yicha hozirgi holatda bitta lead narxi, marketing uchun sifatli bo'lgan lead foizi, sotuv uchun sifatli bo'lgan lead foizi, konversiya foizi, mijozlar, ya'ni sotuvlar soni desak, bu o'rtacha chekimiz, bu olishimiz mumkin bo'lgan daromad, bu bitta mijoz narxi CAC va bu reklama samaradorligi. Ya'ni biz $1 pul tikib, masalan, Metaga $1 pul tikib, $9.90 pulimiz deb ko'rsatib beryapti. Bu varonka iqtisodiyoti, qanaqa varonka iqtisodiyoti? Biza tijoriy prognozlarni qilmoqchi bo'lsak, ya'ni biznes $50,000 daromad qilmoqchi. $50,000 daromad qilish uchun 1250 ta mijoz kerak, 1208 ta sotuv uchun sifatli lead kerak, 10,016 ta marketing uchun sifatli bo'lgan lead kerak. Undan tashqari umumiy 17,000 ta lead kerak. 143,000 ta vizit yoki ko'ruv, reklama ko'ruvlari kerak va $2,500 byudjet kerak deb hisoblab beryapti. Buni qanaqa hisoblayapti desangiz, o'rtacha chek kirgizilgan, yalpi foyda marjasi kirgizilgan, qayta xarid mijozi chastotasi kirgizilgan, marketing xarajati necha oy ichida qaytish kerak? 1 oy. Agar masalan 5 oyda bo'ladigan bo'lsa, xarajatlar oshadi. LTV hisoblab beryapti. Yillik mijoz LTVsi bizada
$24 bor. Chunki bir marta xarid qiladi va $40 shu $40 $60% hisoblaydi. Chunki qayta xarid bitta. Va maksimum bizani CAC'imiz $10 bo'lishi mumkin deb ko'rsatib beradi. Bu yoqda ko'kdagi raqamlarga o'zimizni ma'lumotlarni kirgizamiz. Reklama ko'ruvdan necha foiz lidga o'tdi, necha foizi MQLga o'tdi, marketing uchun sifatli lidga, marketing uchun sifatli liddan necha foizi sotuv uchun sifatli lidga o'tdi va necha foiz sotuv bo'ldi. Meta Ads'da target yoqadigan bo'lsak, shu targetimizni har kunlik ko'rib borishimiz uchun bizani dashbordimiz bu qismini SEO yoki marketing bo'limi rahbarlari ko'radi. Bu qismini targetolog o'zi kirgizadi. Har kunlik ma'lumotlarini lead formaga yoqdimi, SMSga yoqdimi, retargetga yoqdimi, qanaqa target yo'nalishiga yoqqan bo'lsa, o'sha yo'nalish bo'yicha necha foiz byudjetda ishlatdi, qancha ko'ruv qildi, qancha klik bo'ldi, CTR necha foiz bo'ldi, CPC, cost per click necha sentdan tushyapti, lead forma nechta lead qoldirildi, bitta lead narxi necha pul bo'ldi, sifatli lead nechta bo'lishi kerak edi reja bo'yicha, 10 ta bo'ldi faktda, rejada 100 ta bo'lishi kerak ekan. Lead forma uchun bitta sifatli lead narxi $50 dan oshishi kerak emas ekan. Leaddan sifatli leadga o'tishi 60% bo'lishi kerak ekan. Daromad $6000 bo'lishi kerak ekan. Ingliz tilida yozganman, chunki bu listda Amerika kompaniyasi uchun tayyor qilib berilgan edi. Ular har bitta ko'rsatkich ingliz tilida bo'lishini xohlashgan. Xudo xolasa data driven darslari boshlanganda o'zingizlarga moslab, xohlasanglar o'zbek tilida, xohlasanglar rus tili yoki ingliz tilida to'g'rilab olsanglar bo'ladi. Bu targetni o'lchab turishimiz va targetologga KPI'larini nazorat qilishimiz uchun. Hop, undan keyin instruksiya SMM. SMM komandani ishini nazorat qilishimiz uchun bu yoqda instruksiya. Undan keyin SMM jamoani har bir o'lchansa bo'ladigan kriteriy bo'yicha plan fakt hisobot. 1 millionta ko'ruv qilish kerak ekan, 1 milliontadan oshiribdi, rejani 118% bajargan, zo'r. Target foizi 60 bo'lishi kerak ekan, bularda 0 ekan. Zo'r. Obuna bo'lganlar soni 40% bo'lishi kerak ekan, bularda 11%, bu yomon. Obuna bo'lmaganlar 60% bo'lishi kerak ekan, bularda 88. Rejadan oshib ketgan, lekin bu qizil. Chunki obuna bo'lmaganlarni foizi oshib ketyapti. Obuna bo'lganlarning foizi kamayib ketyapti. Obuna bo'lib turib bizani kuzatganlar ko'proq bo'lishi kerak edi. Ahvat qancha qilinishi kerak, действия qanaqa bo'lishi kerak, посещение, tashrif buyurayotganlar, taplink bosayotganlar, kompaniya adres kompaniyani bosayotganlar, hamma ma'lumotlar har kunlik kirgiziladi. 1-apreldan deb hisoblaydigan bo'lsak, mana 1-apreldan 31-oy oxirigacha har kunlik ma'lumotlar kirgizilishi kerak va shu RMPda hamma natijalarni ko'rib nazorat qilib boramiz. Rejadan orqada ketayotgan bo'lsak, komandaga ko'proq vazifalar berib, rejaga yetib olishimiz kerak yoki rejadan oshishimiz kerakligini aytamiz. Agar rejadagidek ketayotgan bo'lsa, ishni shu tarzda davom ettiramiz deb aytamiz. Hop, SMM menejeri KPI'lari, bu yoqda ham SMM menejeri KPI'lari, qo'shilayotgan obunachilar, kamayayotgan obunachilar va bu yoqda nechta video post chiqarishimiz kerak, nechta dizayn post chiqarishimiz kerak, storieslar nechta bo'lishi kerak, stories ko'ruvlari qanaqa bo'lishi kerak, videoni virusliligi necha protsentda bo'lishi kerak. O'sha hammasi, hamma ko'rsatkichlar, engagement rate'lar, like'lar, kommentariyalar, qo'shilayotgan obunachilar, to есть hammasi shu listimizda ko'rinadi. Dashbordda o'sha SEO biznes egasi ko'rish uchun tayyorlangan dashbord. Jami xarajatimiz, jami lidlar, jami sotuvlar, jami daromad, bitta lid narxi, bitta mijoz narxi va reklama samaradorligini ko'rsatuvchi raqamlar. ROAS'da return on advertising spend
biza reklama uchun ishlatgan pulimizni qaytib kelish ko'rsatkichi. Leaddan sotuv konversiyasi desak o'zbekchasiga sotuv konversiyasini foizini ko'rsatib beryapti. Bu yoqda Meta, Telegram, Sarafan, Google hammasini xarajatlari, leadlari, sotuvlari, daromadi hammasi kirgizilgan bu yoqda. Hammasi formulada. Byudjet bu kanal bo'yicha byudjet yillik har bir kanalga qancha pul sarflaymiz yil davomida. Bu yoqda jamini ko'rsatib beryapti, bu yoqda ulushini ko'rsatib beryapti. Biza prioritetda mana xulosada ko'rdik, bizaga Meta eng ko'p daromad keltirayotgan ekan, eng ko'p leadni ham Meta olib kelayotgan ekan. O'shani ko'rdik. Shu kanallardan kelib chiqib, biza yillik byudjetlarimizni bo'lib chiqamiz ulushlarga. Undan keyin bu umumiy marketing bo'limining yillik byudjeti. Bu yoqda filial agar ma'lum bitta brend yoki bitta joy bo'ladigan bo'lsa, sizlar filiallarni qo'shmasanglar bo'ladi. Qo'shmasdan qilinadi. Brend masalan Apple bo'ladigan bo'lsa, brend nomiga Apple to'g'irladik. Filialda bo'ladigan bo'lsa qoldirasizlar. Filialda marketing xarajatlari uchun agar filial bo'lmaydigan bo'lsa, bitta brendni o'zi ketaveradi. Bu yoqda xarajat kategoriyasi, subkategoriya, brend uchun, oylik maosh uchun, performans uchun. Bu yoqda bo'lim marketing, примечение ishlatayotgan xarajatimizga ta'rif. Masalan, creative video production 39 milliondan iyul oyida meni xarajatlarim bor ekan. Va bu xarajatni men brend uchun, brend uznavayimizga ishlaydigan production video oldirmoqchi bo'lganim uchun ishlatar ekanman. O'z umuman bu yoqda to'liq brendga oid xarajatlar, performansga oid xarajatlar va undan tashqari jamoani xarajatlar. Bu yoqda har oyliknikini chiqarib beradi. Har oyda qanchadan xarajat bor, qanchadan sifatli lead kerak, bitta sifatli lead narxi necha pul bo'lishi kerak, nechta sotuv bo'lishi kerak, CAC necha pul bo'lishi kerak va brend xarajatlari bilan qo'shib hisoblaganda CAC necha puldan bo'lishi kerak. O'sha faktini bu yoqda hisoblab chiqarib beradi. Bu diagrammada xuddi shu byudjetimizni necha foizi qaysi brendga 15%, performansga 27%, oyliklarga 57%. Qaysi yo'nalishga necha foiz byudjetimiz ketayotganini ko'rsatib beradi. 3-haftada o'tiladigan dashboard listidan ma'lumotlarni tortib hisoblab beryapti. Mart oyida byudjet qo'yilgan ekan $4,000. Bu $3,000 ishlatibdi, 1,5 mingta lead olib kelibdi, 500 ta mijoz olib kelibdi, $100,000 pul tushiribdi. Bitta lead narxi $2, CAC $6, Romi $32 hisoblab beryapti va bu yoqda statusi kuchli, yaxshi kanal. Sarafaniga xavf qo'ygan, chunki CAC 0, Romi 0. Ya'ni o'sha biza pul tikmaganmiz deb ko'rsatib beryapti. Chunki tavsiya orqali kelgan, bunga pul sarflamaganmiz deb ko'rsatib beryapti. Bu dashboard listida biza ma'lumotlarni kirgizib to'g'irlasak, CAC Romi listada o'zi avtomatik hisoblab beradi hammasini. Avtomatik hisoblab beradi. Qisqacha data driven'da shu mavzudan ko'rib chiqamiz. Mana shu instrumentlar hammasini olib o'zimiz ishlatamiz. Nechta loyihamiz bo'ladigan bo'lsa, hammasidan foydalanib natijaga erishsak bo'ladi. Xudo xolasa 8-aprel kuni boshlaymiz. Start beriladi. 6-aprelgacha biza qabul qilamiz. Data driven'ga ro'yxatdan o'tmoqchi bo'lsangiz yoki yozilmoqchi bo'lsangiz. Chunki yopiq formatda bo'ladi. Unaqa katta auditoriyani ola olmaymiz. Ma'lum bir belgilangan limit bor. O'sha limit asosida olamiz.
nechta odam yig'ilsa ham davom ettiramiz. U limitdan kam bo'lib qolsa ham davom ettiramiz. U limitdan oshib ketsa ololmaymiz. O'sha 6-gacha qo'shilmoqchi bo'lganlar 80% to'lovini qilib yozilsanglar bo'ladi. Уже davom etgandan keyin yopiq formatda real loyihada o'sha o'zinglarni raqamlaringlar asosida ishlanadi. U syomkalar bo'lmaydi. U joyda уже raqamni tashqariga chiqishi kerak emas. Konfidensialnost, o'sha NDAlar hammasi ushaladi. Qisqacha aytganda shu, xudo xolasa zapis bo'lgan bo'lsa, zapisini tayyor qilib tashab qo'yamiz. Hammaga rahmat. Yaxshilikda ko'rishinglar, sog' salomat bo'linglar, ishlaringlarda omad.